Dilara opa, nimaga oxirgi paytlar kesarva ko'payib ketdi? Kesarva ko'payib ketdi. Oldinda esingizda, men kichkina yoshligimda esimda-da, yonimda hovlimdagi qo'shnimizda 14 ta tuqqan, orqamdagida 12 ta tuqqan. O'sha onalarimizni tabiiy tug'ruq bilan ketma-ket tug'irishgan, dalalarda ham tug'irishgan. Hozir nima uchun kesarva ko'payib ketgan? Hozir malopodvижный образ жизни. То есть oldinlar o'tirib, tosini ochib olib, tazikni qo'yib olib, qo'lda kiraverardi. Yokida egilib sipirilardi. U ham bitta mashqda, упражнениеda u ham bir toslar ochilardi, to'g'rimi? Hozir endi to'g'ri kunlar ozgina bebaraka bo'lib, oldingi 24 soat, hozir 18 soatga to'g'ri kelyapti, to'g'rimi? Hozir qo'lda emas, ko'proq kir mashinaga solib qo'yiladi kirlar. Egilib emas, pылесос qilib kiraveradi, to'g'rimi? Конечно, toslar qatdan ochilsin. Qanday qilib organizm tug'ruqqa tayyorlansin. O'shaning uchun ham kesarva amaliyotlari ham ko'payib ketgan. Oldin aytilardi-ku, kesarva bo'lsa, voy, kesarva bo'ptimi? Hozir tug'sa, voy, o'zi tug'ibdimi deyiladi hozir. O'shaning uchun men yo'q, kelinlarni dangasa demoqchi emasman. Endi hayot shunaqa hozir hamma xonadonlarda shunaqa. Endi oldinlar mashqlar qilinmagan-ku. Mana mashqlarni o'zi mashq bo'lganda, mehnat bo'lgan, mashqlarni o'zi ham mashq bo'lgan.